Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar va bizlar uchun xayriya fondini yaqindan kuzatib kelayotgan aziz birodarlar, qadrdonlar. Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Bugun mana xursandchilik ila payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nazari tushgan xonadonda turibmiz. Va mana shu joydagi bo'layotgan voqealiklarni, holatlarni izlanib chiqib, bugun bizlar uchun xayriya fondi mutasaddilari mana shu uyda yangilashlikka kirishdi. Azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat, iymonning sayqallanishi va ziyoda bo'lishligi va mana shu insonga ergashishligimiz va umumiy holatda bu insonga ergashgan holatda sizlarni mana shu uyga chorlab qolamiz. Va har bir ishni Allohning kalomi ila, bismillah ila boshlar ekanmiz. Sizlarni ham mana shu joyda kutib qolamiz. Islom aka bir duo qiling. Bismillah. Amin ya Robbil alamin. Ey Allohim, mana shu ishlarni boshlayapmiz. Alloh mana shu ishlarni xayrli boshlab va xayrli bitishligida Alloh o'zingdan madad so'raymiz. Allohim qilayotgan ishlarimizni ixlos bilan qilishlikni nasib qilgin. Mana shu opamizni uylarini xayrli, barakatli uylardan qilgin. O'tgandan keyin mana shu yerda yaxshi umrlarni kechirishlikni Alloh o'zing nasib qilgin. Barcha musulmon birodarlarda mana shu ishga himmatini qo'shayotgan va qo'shganlarda Alloh umriga, rizqiga barakat berib, butun dunyo va oxiratda Alloh aziz qilsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصطفى. Boshlagan ishlarimizni rivojini bersin. Alloh taolo hissasini qo'shgan va shu yerda xizmat qilganlarni ikki dunyo saodatini bersin va ishimizni rivojini berib, tez kunlarda shu xonadonni egasiga topshirish nasib qilsin. Alloh. Xo'p, akalar, alhamdulillah boshlab oldik. Jamoatga ham, ustalarga ham va tashqarida bitta ikkita uzoqdan kelgan mehmonlarimiz bor. Eng zaruri kameraning orqasidagi bizni kuzatayotgan hamyurtlarga aytib qo'yadigan gapimiz. Bu ishni boshlashdan oldin juda xijolat bo'ldik. Ya'ni boshlasak oxiri yetkiza olamizmi, yetkiza olmaymizmi deb o'ylandik, ammo Allohga tavakkal qilgan holatda bismillah deb bugun boshlab yordik. Allohdan umid qilamiz biz o'ylayotgandan ko'ra yaxshiroq bo'lib o'tishligini. Va shu o'rinda ya'ni mablag'imiz, ya'ni bu yetarli degani emas, boshlab oldik degani. Hozircha ya'ni boshlanishiga yetarli inshaalloh va uy nihoyasiga yetgunga qadar bizni kuzatuvchilar va biz bilan birga bizlar uchun fondining hamma ishiga yordam berib kelayotgan hamyurt vatandosh musulmon birodarlarga aytamizki, otlarni qamchilash kerak. Kuningdan bir kuning qolsa ham yaxshilik qil, pulingdan bir so'ming qolsa ham yaxshilik qil. Inshaalloh bu yaxshilik, xayrli ishlarda birdan bo'lishlikka va hamjihat bo'lishlikka Alloh taolo muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat. Bugun kelganlarda hammalarga rahmat. Alloh mehnatinglarga ulug' ajrlar bersin. Nuriddin hoja